Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar menen Igra klanida Clash'da qalay to'ltiruvni ko'rib chiqamiz. Ya bo'lmasa ko'k uy deb ataladi. Bu yerda turadi, bunda vibrat deb qo'yibdi. Üstüne bosamiz. Keyin bu yerda har xil ochkolar berilgan. 100, 150, 100, 300. Ya'ni bu atakani islaganingizga qarab beriladigan ochkolar soni. 100 bul üstüne bassak bu yerde derine dep qo'yibdi. Ya'ni bu yerda ikinci baza tarafinden ataka islenuvi kerak. Ya'ni bu yerda asker saylagan vaqtingizda bu yerga bir dana o'sha askerden qo'shib qo'yasizlar. Ataka isleysizlar. Bir yulduz alsanglar da sizlarga 100 ochko beradi. Ikincisini ko'ramiz, ko'giga kiramiz. Ya'masa Igra klan. Bu yerda 150 bu 45 mestlik asker to'ldiruv kerak. Bu yerda ya'ni bu yerda chatga kirasizlar. Chatda bu yerda turadi. Ya'ni usitib kerak zatlarda zaproslarda to'ldirib shug'ullarınız kerak. Al bu bo'lsa tek qana eliksir bu glavniy bazavetdan 4 ret ataka islenuvi kerak deb atardi. Ham 600 ochko beriladi. Ya'ni bu yerda turgan glavniy bazada ataka isleganingizda o'sha eliksir tayyorlaydiganni yo'q qilib kerak bo'ladi. Apoya qilib tushuntiradigan bo'lsak, bu yerda 100 ochko eng tomeni 50 ochko, odan yuqorisi 100 ochko. 100 ochko bu baslanadigan bo'lsa, qanday ataka bo'luna qaramasdan ikinci baza tarafinden ataka islenuvi kerak. O'sha baza tarafinden ataka islenuvi kerak. 150 ham odan yuqorilari bo'ladigan bo'lsa, bu glavniy baza tarafinden ataka islenuvi kerakligini bildiriladi. Bu yerda 300 deb qo'yibdi qara eliksirga. Ya'ni 5000 eliksir jinav kerak. So'g'izda 3000 ochko beradi. Glavniy baza ataka istelinadi. 1 yulduz alsa da 2 yulduz alsa da ya bo'lmasa 3 yulduz aladigan bo'lsa da sizlarga ochko beradi. Hozir bizlarda Igra klanda 14 soat 26 minut vaqt qolibdi. 10,000 ochkoga jinalgan vaqtda o'sha yerda hozirdan ispitaniya degan birinchi bölümü, ikinci bölümü klanga kirsak, bu yerda bizlarning klanda kimlar 10,000 ochko jinalganini ko'rib chiqsak bo'ladi. Keyin nagrad. Bu yerda bo'lsa ataka islep bo'lingandan keyin, ya'ni 10,000 ochko jinalgandan keyin o'sha yerda ko'rib turgan har xil prizlarda o'zlaringiz saylab olsanglar bo'ladi. Bu yerda nidatlar var. Bu yerda eliksirler var, aqsha var, qara eliksir var. Keyin stena ko'taruv, odan keyin geroyni ko'taradigan kitoblar var. Shunday prizlarimiz var. Igra klanda 10,000 ochko jinalgandan keyin beriladi. Igra klan tavsilgan vaqtda. Hozir misol retinde bir ataka islep ko'rsataman. Ya'ni ikinci baza tarafinden ataka islaymiz. Bu yerda basamiz, начать. E'tiborli bo'ling, ko'k uyda basgandan keyin начать basgandan o'sha yerda chiqib kerak. Agar chiqmagan bo'lsa, demak sizlar ataka islagan bo'lsanglar da ochko ola olmaysizlar. Bu yerga qo'ydik. Naytida basamiz. Bu misol retinde, ya'ni 1 yulduz alıp chiqib ketgan joyda da bizlarga ochko beradi.
bizler 1 жұлдыз алдық. Яғни ақырына жеген отыруымыз шарт емес, енді шығып кете берсек болады. Міне, достар, новое испытание, яғни біздерге очко берілді. Игра кланды толтыру осылай әмелге асырылады. Бұл жерде 300 деп қойыпты, яғни бұл екінші база тарапында, яғни екінші базаны қорғайтын әскерлерді 2 рет атака әсірлену керек, яғни осы қорғаушылардың үйін 2 мәрте жоқ қылу керек. Содан кейін 300 очко беріледі. Егер де игра клан бойынша, клаш бойынша қандай да сұрауларыңыз болса, комментарияда жазып кетсеңдер болады.